Surxondaryo viloyatida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazib kelinayotgan sportning futbol va mini futbol turlari bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining viloyat bosqichi uchrashuvlari nihoyasiga yetdi. Unda shahar va tumanlardan g'olib bo'lgan jamoalar respublika bosqichi yo'llanmasi uchun yashil maydon uzra to'p surishdi. Bellashuv tafsilotlari galdagi lavhamizda. Mahalla yoshlarini jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, sportning mini futbol turini ommalashtirish, futbolga ishtiyoqmand yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilayotgan musobaqalarning mahalla, sektor, tuman, shahar bosqichlarida viloyatdagi barcha mahallalardan jamoalar qamrab olindi. Futbol va mini futbol turi bo'yicha o'tkazilgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari mahallalardagi 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan uyushmagan yoshlar o'rtasida o'tkazildi. Vohaning shahar va tumanlaridan saralangan jamoalar viloyat bosqichi bellashuvlarida g'oliblik uchun to'p surishdi. Viloyatimizda 34.802 nafar mini futbol va futboldan mahalla yoshlarimiz ishtirok etdi. Shundan 13.646 nafarni ayollar tashkil etadi. Bugungi viloyat bosqichimizda ham 3 ta jamoamiz respublika bosqichiga yo'llanmani oladi. Bular birinchi o'rinni egallagan mini futbol va futbol o'rtasida g'olib bo'lgan jamoalarimiz keyingi bosqichga, respublika bosqichiga yo'llanma olishadi. Qiziqarli kechgan uchrashuvlar natijasiga ko'ra futbol bo'yicha birinchi o'rinni Termiz shahar Baynalminal mahallasi jamoasi qo'lga kiritdi. Erkaklar o'rtasidagi mini futbol bahsida Termiz shahar Nurli kelajak mahallasi yoshlariga teng keladigani topilmadi. Mini futbol bo'yicha ayollar o'rtasida bo'lib o'tgan bellashuvlarda esa Boysundagi Dashtig'oz mahallasi jamoasi g'olib bo'ldi. Final o'yini yakunlangach, musobaqaning tantanali taqdirlash va gala konsert marosimi bo'lib o'tdi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston yoshlari birdashaylik ezgu shiori ostida Termiz shahridagi Mustaqillik maydonida o'tgan shou-konsert dasturida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun o'tkazilgan futbol va mini futbol musobaqalarida g'olib bo'lgan jamoalar taqdirlandi. Ularga tashkilotchilar tomonidan kubok, medallar jamlanmasi va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Bu yutuqqa erishguncha juda ko'p mashaqqatlar bilan kelib chiqdik. Chunki jamoalar juda kuchli, raqiblarimiz hammasi yosh o'yinchilar hisoblanadi. Bu bizning yoshlarimizga berayotgan prezidentimizning e'tiborlari deb o'ylayman. O'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni, shuningdek sog'lom turmush tarzini keng yoyishga xizmat qilyapti.